Ibrohim 1221 keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Aka, meni bitta savol qiynayveradi-da. Ha aka, bilsam aytaman qani, bismillah. Ishini judayam qiynaydi. Nimaga shu darajada misol ashiror desilar? Nimaga lokma-lop o'ziga chiqib, Abror Muxtor Aliyev o'zlariga chiqib, promo efirdami? O'shani nimaga isbotlab bermaysizlar xoinliginimi? Aka, jamiki qilgan tuhmatingni nimaga o'zi bilan isbotlab bera olmaysizlar? Men ashuna savol meni qiynaydi. aka, Odam o'rtasidan gapirish oson-da nimagaki? to'g'ri. Aka, agar gapingiz tugagan bo'lsa, men sizga javob qilaman inshaalloh. Tugadi eshitaman men sizni. Aka, buni lupaga chiqib, chunki gapirishlikning foydasi yo'q. Nimaga desangiz, lupaga chiqsangiz shallaqlik qiladi, gap bermaydi. Buni shunaqa odati bor. Keyin men misol uchun oddiy musulmon insonman-da. Hamma qo'tari. Lekin arabchani bilib, arabchani yo'raveradigan, sarf nahvlarni biladigan odam emasman. Lekin shunaqa insonlarni ham bu inson to'g'ri qabul qilmaydi yoki bo'lmasa bittasi mana arabchani bilaman deydi, lekin yolg'on gapiradi. Arabchani to'la to'kis bilmaydi. Nimada Misrda Usmon Javziy degan, Abu Usmon Javziy degan bir Kavkazdan bir birodar bor. O'sha bola aytdiki, "Kel" dedi, "Mana ikkalamiz" dedi, "bahs qilaylik" dedi. "Seni gapirayotgan botil gaplaringni hammasini men yolg'onligini isbotlab beraman. Xohlasan rus tilida bahs qilamiz" dedi. "Xohlasan arab tilida bahs qilamiz" dedi. Dodi duxi yetmadi, chiqmadi. Бисмилля, алхамдулилля. Два моих брата, уважаемых, мне сообщили, что Абрар Мухтар Али, матуридит из Узбекистана, бросил мне вызов где-то неделю назад. Я не принял, слился, что ли, или там дал дёру, что-то еще. Отмечу здесь два пункта. Первое – ложь. Это обман. Он еще сказал, что, мне так сообщили, что он со мной связался даже. Со мной никто не связывался абсолютно. Я об этом узнал от Руси, от нашего брата Абдина. Это первый пункт. Второе. Он, наверное, думает, что у вас, мои братья и сестры, короткая память. Потому что еще в 2021 году, в ноябре, когда он об этом заговорил, когда он меня бросил вызов, я ему ответил в двух частях. На этом канале есть. Ссылка будет, иншалла, здесь на Телеграм, где я регламентирую вероятную нашу встречу. И между всем прочим сказал, что диспут будет на арабском, потому что я не знаю узбекский, он не знает русский, значит арабский, поскольку я религиозный деятель, он религиозный деятель, да, довольно известный там в Казахстане, в Узбекистане, значит обязательно он должен знать арабский язык. Как выяснилось, он не знает или не может говорить что еще. Он предлагает использовать переводчика, посредника. Я отказываюсь, потому что непонятно, что там будет переведено, как будет переведено. Он еще объясняет это тем, что аудитория узбекская должна извлечь пользу с нашей встречи. Так я отвечаю, можно потом этот диспут перевести офлайн, какие проблемы? Поэтому я возобновляю свои условия. Если ты, Абрар, готов действительно вести дискуссию на темы, которые мы, иншалла, обсудим, да, или придем к единогласию, какую тему поднимать, а у меня есть там список тем, то аль-арабия. Bu birinchisi. Undan oldin buni qilgan bahslarni aka ko'rdik. Qay darajada shallaqlik qilib, gapga chidamaslik qilib, gap bermaydi. Ana shuning uchun buni qarshisiga chiqib bahs qilishlik bu ahmoqlik deb bilaman men, Allohu alam. Keyin yana bittasi, buni qarshisiga chiqib masjidda bu o'tirgan joyda aytdiki, "Men" dedi, ahli sunna deb gapirayotganda Fozil hoji Toshkentlik bitta birodar turib aytdiki, "O'zi ahli sunnaman deb da'vo qilyapsiz" dedi. "Yo'q" dedi. Gapirgan gapidan o'sha yerda o'zida tonvordi. Oxiri javob beradi, boshqa iloji yo'q. Sizlar hech ko'rdinglarmi ahli sunna tarafdori bo'lgan odamlarni birinchi bo'lib tashlanganini? Odamlar bizni muomalalarimizni kesib olib, haqorat qildi, so'kdi, montaj qildi deb tarqatadi-da. Temay. Yo'q, gapirmadim. Yo'q. Ko'rsat. Ko'rsat. Mana shu bolani qamatib yubordi aka. Ibrohim aka. 2-3 yil bola prosta "Sen xoinsan, sen munofiqsan, Allohga qasam ichib aytaman" degan gapi uchun 2-3 yil o'tirib chiqdi shu bola. Mana buni holati.
Guvohligingiz bormi mashina qamatib yuborganlarga? Ha, mana masjidda mana shu bola sen munofiqsan degandan keyin qamalib ketdi. 3 yilga qamalib chiqdi. Mana yerda pastda biladiganlar bor yozyapti. Endi shundan keyin ham biz nima qilishligimiz kerak? Borib oldiga sen bilan bahs qilamiz. Yo'q, u ahmoqgarchilik bo'ladi. U johilga oldiga borib qarshi chiqilmaydi, unga teng kelinmaydi uni. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Lekin qilayotgan noto'g'ri xoinliklar bo'lsa aytaveramiz inshaalloh. Meni tilimni berkitishlikka yoki men kimni yaxshi ko'raman, kimni yomon ko'raman, bu meni ishimda. Siz yoki boshqa odam chiqib cheklab bermaydi uni. Agar shunaqa bir qoida bo'ladigan bo'lsa, unda men ham o'zimni qoidamni qo'yishligim kerak. Men kimni yaxshi ko'rsam, sizga aytaman, siz ham o'shani yaxshi ko'rishligingiz kerak bo'ladi. Agar mana shunaqa qoida bor deyiladigan bo'lsa, to'g'rimi? Yo, unaqa haqqingiz o'zingizdadir, to'g'ri. Endi biz Ana Ibrohim aka, shundoq. Biz endi ilmli emasmiz. Siz o'zingiz kirib tavhid so'raysiz bizdan oldingi birodardan, Namanganlik aka. Misol, biz ham bilmaymiz, lekin mana shu tilimiz chiqib, aqlimizni tanigandan keyin 5 mahal namoz o'qib, biz o'sha narsalarni bilmaymiz-da. Lekin ibodatimizni qilamiz, namozimizni o'qiymiz. Endi qarang, endi xo'p siz o'qigandirsiz, o'qigan odam bilardir. Endi bilmagan odam kofir bo'ladimi shunda? Kim bo'lsa bo'lsin, tavhidni bilmasa aka, mana buni o'qiyotgan namozi ham, ro'zasi ham hech nima narsasi qabul bo'lmaydi aka. Ishoning. U inson nimaga desangiz, men to'xtab turing, bitta tushuntirib beradi. Nimaga desangiz, tavhidni bilmagan odam shirkni nimaligini bilmaydi. Bugungi kunimizda shirk bolalab ketgan, maydalab ketgan. Xuddiki mana u chivin pashshalar bor-ku, kechqurun bir chiroq yoqqaningizda hammasi to'dalanib keladi-ku. Shirk ana shu darajada ko'payib ketgan, bolalab ketgan. Har bir narsada gapirayotgan gaplarimizda shirk bor. Qilayotgan amallarimizda shirk bor. Bir kishini yaxshi ko'rishlik, yomon ko'rishlik, mana bularda shirk bor. Mana bu narsalarni tavhid bizga o'rgatadi. Mana shu narsalarni o'rganmagan inson o'zi bilmagan holatda bir shirk qilib o'lib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo aytayaptiki, innalloha la yaghfiru ay yushraka bih deyapti. Shirk qilgan insonni kechirmayman deyapti. Hadis qudusiy bor. Payg'ambar alayhisalom buni bizga aytib o'rgatib ketdi. Agar bir inson yer to'laligicha shu gunoh bilan keladigan bo'lsa, agar shirk qilmagan bo'lsa, men yer to'la rahmatim bilan kelaman deyapti Alloh taolo. Agar yer to'la amal qilib, solih amal qilib, bitta dona agar shirk bilan keladigan bo'lsa, Alloh taologa unaqa amalni keragi yo'q. Mana shu narsalarni aka o'rgatmaydi-ku. Siz ham bilmaysiz mana shu narsalarni. Shuning uchun aka tavhidni bilishligimiz kerak biz. Hop, shunga endi o'rganishligiga o'zimizda misol bitta domlaga borib qatnashsak, o'sha narsani o'rgatamiz. Endi bu odam общida chiqib o'rgatmasa kerak bu narsani. Ibrohim aka o'sha narsani общida mayli. Aytaylik, sizning gapingizga ko'ra общida bir xavf bor yoki hammaning ichida ayta olmayapti. Отдельный qani kim bor o'rgangan? Men mana shu domladan tavhidni o'rgandim. Menga tavhidni ikir-chikirlargacha hammasini menga shuni bo'lib maydalab hammasini tushuntirib berdi degan biron bir kim, mana siz bilasizmi menga mana shuni? Mana mashita agar siz menga tavhidni tushuntirib bersangiz, men aytaman, "Ya mashalloh gap yo'q ekan." Demak, mana Ibrohim aka aytgan gap to'g'ri ekan. Men noto'g'ri gumonda ekanman deb mana mashita aytaman. Siz menga o'zi tavhidni nimaligini, shirk, kufr nimaligini menga tushuntirib bera olasizmi? Yo, men sizga aytdim-ku, biz o'sha narsalarni bilmaymiz. Lekin, aka, meni yaxshi gumonim bor. Bu domlalarning shogirdlari O'zbekistonda bunaqa narsalarni biladigan, juda odobli, juda ham qorilar ko'p deb o'ylayman men, aka. Endi biz oddiy xalqmiz, mana shunaqa TikToklarni ko'rib chiqamiz. O'shanga meni sizga ham g'araz niyatim yo'q. Sizlarni menki tanimayman, bir qo'l berib so'rashib ko'rgan emasman. Lekin mas yomonlashiniga ozgina g'ashim keladi. Nimaiki, haq odam chiqib birga bir narsasini isbotlash kerak-da. Aka men aytayapman-ku, lekin buni hech kim qabul qilmaydi. Hech kim mana sizga men tushuntirib beryapman, mana siz ham qabul qilmaysiz-da, chunki sizda ham muhabbat bor-da o'shanga nisbatan. Men ilmlarni havas qilaman, ilohim, o'g'lim shunga o'shqasin. Ibrohim aka, bitta savol sizga. Bugungi kunda mana shiyalar deymiz-ku, shiyalar. Ular ham kunda 5 mahal namoz o'qiydi, ehsonlari bor, zakotlari bor. Lekin Ramazon ro'zasini tutgan, hajlarni qilgan mana shiyalar bor-ku. Lekin mana shular ham musulmonmiz deydi o'zini. Payg'ambar alayhisalom ayoliga zinoda ayblaydi. Sahobalarni haqorat qiladi, so'kadi. Mana bular ham musulmon hisoblanadimi? Ularning ham 3 xil toifasi bor deyishadi-ku. U toifasini, aka, mazga u toifasini aytmayapman men. Mana shularni ham musulmon hisoblanadimi? Hozir mana shu aytgan odamlarimni ham. Endi payg'ambarimizni Alloh taoloning kim so'ksa, endi kofir bo'lsa kerak-da. Ha, mashalloh.